Soat kechasi 2 qo'rqib uyg'onib ketdim. Endi shu qo'rquvni yengamiz. Qo'rquvni qanaqa qilib yengarkin deb o'ylayapsizlarmi? Uyg'ondimda telefonimni titib qarasam, reels chiqib qoldi. Reelsda shunaqa zo'r narsa tayyorladi. Umrimda tayyorlab ko'rmaganman bu narsani. Sirazi tuxumni qaynatgan qo'ydimda yong'oq tozalashni boshladim, lekin yarmida bilasizlarmi, oynani ochib qo'ydim. Qo'rquv boshlandi qaranglarda. Shunday xuddiki zaldan kimdir gapirayotganga o'xshadi. Yaxshi eshitsam, ko'chadan qizlar gapirayotgan ekan. Qo'rqib ketdim, televizor o'zini qo'yilib ketdim deb qaltirashim qaranglar. Shunaqa qo'rqdim. Qaltirab davom ettirdim. Yaxshilab yong'oqlarni tozalab olgandan keyin chesnok solinar ekan ichiga, chesnok tozaladim, ko'kat yuvdim. To qolgan masalalar tayyorlaguncha tuxum ham tayyor bo'ldi. Tuxumni bittasini archdim, keyin sizlarga layfhak ko'rsataman. Tepa-pastini tozalab turib, bitta fudasalang tuxum chiqadi, lekin shu joyda ushlab qolishim kerak edi, ushlab qola olmadim. Sochimga umuman ahamiyat bermaysizlar. Uyg'ondim, o'sha shu ishni qilishni boshladim. Bugun yuvaman, 2 kundan beri shu jingalida yuribman. Hamma masalani cho'pperga solib, tabga ko'ra ziravorlar solasiz. Aylantirib qarsam nimadir nitos, silvichni erimay qopti. Keyin yaxshilab aylantirdimda idishga solishni boshladim. Qaranglar, vilkada solmoqchi bo'ldim. Suyuqmasdan ya. Keyin kallam ishlab qolib qoshiqda soldim. Juda ham ko'p chiqdi. Bilmadim men nimagadir doim birinchi tatib ko'radigan narsamni ham ko'p qilaman, lekin buni ko'p qilganimga pushaymon bo'lmadim. Reaksiyani qaranglar, o'rtalab bitta tishlab ko'rdimda jinni bo'lib qoldimda, idish tagini tozalashni boshladim. Qoshiqlab yedim. Prosta bomba o'rtoqlar. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar, rahmat deysizlar.